Barchaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuyimsiz do'stlar. Men ismim Abdulbosit, ya'ni Abu Poker akalar. Bugun sizlar bilan biz kupon tahlillarini ko'rib chiqamiz. Bu O'zbekistonga yagona kanal, ya'ni kupon tahlili. Sizlar obuna bo'lib qo'yishlarni va like bosishlarni so'ragan bo'lardim. Bizdan esa cho'tki kuponlar o'tadigan, mo'shni kuponlar bo'ladi. Bu kanal nima uchun ochildi? Ya'ni butun O'zbekiston bu narsadan juda ham minusga kirib ketgan. Biz shu minusdan olib chiqish uchun, ya'ni shu domdan olib chiqish uchun shu kanalni ochdik. Ekspresslar bo'lib o'tadi. Bu yerda tahlillar yoki qanaqadir o'yinlar bo'lib o'tsa, shularga asosan tahlillar bo'lib o'tadi. Ya'ni kupon ekspresslarni ko'rishlar mumkin. Xo'p, sizlar bilan bugun biz juda ham ko'p derbilar bor, ya'ni juda ham ko'p o'yinlar bor. Shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar endi. Bugun ko'rib turishlar mumkin o'yinlarni ko'pligini, mana buni qaranglar akalar, Leeds bilan Brighton hamma o'ynaydi. MU bilan Nottingham Forest asosiy o'yin 16:30 da boshlanadi. Telegram kanalimda kupon tashlab qo'yganman. Endi qaranglar, bu kuponga men analiz qilib bermoqchiman. Har kunlik Telegram kanalida kupon bo'ladi. Xo'p, qaranglar akalarim. Everton'ni oldim, 1.5 bo'lishisini oldim. Mana Everton'ni 1.5 bo'lishisini oldim. Birinchining to'rttili 1.5 bo'lishi. Nimaga 1.5 bo'lishi oldim deydigan bo'lsanglar, ko'ryapsizlar, hozir Sunderlandda umuman o'ynamayapti. Mana MU bilan 0-0 o'ynayapti. Wolverhampton bilan 1-0, Sunderland 5-0 yeyapti Nottinghamdan va Aston Villadan 4-3 ga yeyapti. Sunderland 1-0 yutyapti Tottenhamga, biz Tottenham komanda bo'lmay qolgan. Newcastle bilan Sunderland 2-1 yutyapti Newcastle. Xo'p, quysin, endi qaranglar, Everton'ni qaranglar, 2-2 o'ynayapti. Everton 3-3 o'ynayapti. City bilan kubi bo'layotgan o'yinlarda 3-3 o'ynayapti. Rosa Cityga g'alaba kerak payti 3-3 o'ynayapti. West Ham United bilan Everton 2-1 ga West Ham United yutyapti. Endi West Ham United bilasizlar, arosatligini, juda jinni komandaligini. Endi Everton bilan Liverpool o'ynayapti, 2-1 ga Liverpool yutyapti. Bu haqqoniy g'alaba edi. Brentford bilan Everton o'ynayapti, 2-2 bo'lyapti. Everton bilan Chelsea 3-0. Ko'rib turishlar mumkin akalar, 100 1.5 bo'lishi aniq bu o'yinda. Va biz bunga 1.5 bo'lishi oldik. Xo'p, endi qaranglar. Newcastle bilan West Ham yo'q bilan o'tkazib olamiz. Celta bilan Atletico Bilbao. Bilasizlar, Atletico Bilbao juda ham bir g'alati issiq sovuq komanda. Bularga hozir hech nima muhim emas. Lekin Celta bitta gol urishga olib qo'ysak bo'ladi. Bez risk 0.5 bo'lish olsak bo'ladi. 2.6% bo'ldi. Xo'p, endi qaranglar. Atletico Madrid bilan Girona o'ynayapti. Atletico Madrid bilan bilasizlar, Girona juda ham bir g'alati komanda, chunki buni komanda deb hisoblash o'zi xato. Yani to'g'ri o'tgan yillar yoki boshqa narsalar yaxshi o'ynashi mumkin, lekin juda ham yomon ko'raman komandani, chunki bir dona gol urib bermaydigan vaziyatlari ham bo'ladi. Shuning uchun akalarim Atletico de Madridga, Atletico ham himoya ham hujumga o'tib olish uchun 1.72%, ya'ni 1.5 bo'lish olyapmiz bu yerdan. Ko'ryapsizlar, 1.5 bo'lishi. Xo'p, endi chiqamiz bu yerdan. Mallorca, Levante bular juda ham arosatli o'yin, bu o'yinlarga tegmaymiz. Rayo Vallecano bilan Villarreal bular ham juda arosatli o'yin. Real Oviedo bilan Alaves o'ynayapti. Bilasizlar, bu komandalar Glovo'ni ko'p qiladi. Chunki Realga ham bani komanda birinchi taymda 3 ta gol tepib o'tgan o'yinda ham aniq kuponimiz o'tdi. Xo'p, endi qaranglar akalarim. Bu o'yinga 8.5 dan ko'p burchak zarbasi oldim. Alaves ham juda jinni burchak zarba tepadi, biladi bu narsani. 8.5 dan 100 o'tib ketishi kerak akalarim. Xo'p, shunaqa gaplar. Xo'p, ko'rib turishlar mumkin 6% bo'ldi. Endi mana bu yerda 9%lik mana shu. Oxirida Crystal Palace bilan Brentfordni 2.5 sariq kartochkasini olganmiz. Mana 2.5 sariq kartochkasi. Sariq kartochka juda ham ko'p bo'ladigan o'yin bu mana, sariq kartochka. 2.5 dan ko'p, 1.43. Xo'p, mana shu 9.6% to'layapti mana. Kupon kodi mana Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Kupon kodi mana. Ko'rib olishingiz mumkin. Kupon kodini keyin mabodo kerak bo'lsa Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Shunaqa gap akalar. Mana shu kupon 1.700 ming ortiq summa tiktirmayapti. Ishonmasangiz tikib ko'ringlar. Mana 1.600 ming ga tushib ketdi daji. O'tishi yuqori bu Express. 9%lik Express. O'tishi juda ham yuqori Express. Tushunasizlar? O'tishi juda ham yuqori Express. Shunaqa gap akalar. 50 million so'm balansimizda bor. Yana Telegram kanalga kupon tashlab qo'yaman. Yana 5%lik qilganman. Mabodo kupon kelib bo'lsa Telegramga o'taverasizlar. Xo'p, endi mana buni qaranglar. Chelsea bilan City'da ko'rib turishlar mumkin, kecha g'alabani yutib ketdik. Xo'p, shunaqa gap akalar. Bizda mutlaqo tekin kuponlar bor. Tekin kuponlar Telegram kanalida turibdi akalar. Bugun sizlar bilan kupon tahlili bo'ldi. Telegram kanalida ko'rishamiz. Har kunlik kuponlar tahlilini berib o'taman. Obuna bo'ling, like bosing, dal soqqani bosamiz. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr sog' salomat bo'linglar. Bugun kuponga obязательно pul urib qo'yinglar. O'tadigan kayfsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Like ni bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Joningiz sog' bo'lsin.